Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. O'tib ketgan hayit bayramlari bilan Ramazon oylarini tugatib, alhamdulillah, mana endi Ramazon oyida dam oldik, ishlarni boshladik. 15 lik agregatlarimiz kelgan. Navbatdagi proyektimiz o'zimizni vodiyda, Farg'onada. Bertus panel. Bu yerda mana 10 sm 20 plotnisi. Balandligi mana 420. Patologiyamizda eni 625 yilinishi bilan. Bu ham bundan oldingi proyektimizda ozgina koridorchasi bor. Ikkita kamera bu ham. Mana shu proyektimiz mana. Uzunligi 14, eni 6, balandligi 4 metr. Betonlari quyilgan mana. Mana xudo xolasa proyektlarimizni boshlab oldik. Ish jarayonlarimizni sekin-sekin ko'rsatib boramiz. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyga yozib olsalar ham, xudo xolasa javob beramiz. Larimiz уже 3 dan 1 qismi qoldi. Shu bugunning o'zida mana terdik. Xudo xolasa kunlarimiz uzayib qolib, ishlar yurdi. Mana 14 ga eni 6, balandligi 4. Xonamizning ko'rinishi shuncha keldi mana. Bugungi ish. Xudo xolasa endi shu nima deydi, burchaklarimiz qoldi. Mana shu burchaklarni qatirib olamiz. Agregat ventilyator, ichki ventilyatorga tushadi, orqa tarafga 15 lik agregatimiz tushadi. Lotoklarimiz. Tiqilib qolib shoshmaydi. Nima deyman, shoshmay turing degan so'z olib tashlaymanmi endi hozirmi? Murod aka, bugun syomga ketyapti aka. Qo'yib yuboraman YouTube'ga men. Nuqul padvarat qilas ekanda Murod aka. Xullas, ashka bunday chiroyli bo'lib pena sepilib ketish kerak edi. Shuna tiqilib qoldi. Xullas, mana shu burchak yasayapmiz. Burchakni yasab, mana ishga tiklaymiz. Xudo xolasa zdaniyamiz tayyor bo'lib qoldi mana. Uzun bo'lib chiqyapti. 14 metrga eni 6 bo'lib, baland bo'lib. Mana ustiga qo'yib, burchak yasab turib, keyin burchakka qo'yamiz. Bo'lsa, orqa latogini qatirib bo'lmay qoladi. Ishimiz tezlashib ketdi, video olishga ham vaqt bo'lmayapti. Xudo xolasa agregat qo'yish jarayonlarini syomka qilamiz. Xavfsizlik birinchi o'rinda dedi. Kontriga ega qilib mana shu sayillarimiz hozir. Mana binomiz ko'rinishi. Eshigini ustanovka ham qilib bo'ldik. Tezlashib ketib qoldik. Ma'lumot berishga ham, syomka qilishga ham vaqt bo'lmadi. Ventilyatorlarimizni ilib oldik mana. Chiroyli bo'lib chiqdi. Xudo xolasa orqa tarafga agregatlarimiz bo'lyapti. Hozir o'tib ko'rsatib qo'yamiz agregatlarni. Bu hozir bu yerga bir kulchatilib qo'yyapmiz. Bu lampochkaga emas, bu orqa tarafdan agregatni o'chirib yoqish uchun. Yuk yuklaydigan bo'lsalaring, shunday mana shu yerda knopkani bosib turib, motor o'chadi, sovuq havo haydamay turadi, bemalol eshikni ochib, eshikni bitqizib, yana o'chirib ketish mumkin. Asosiy shitlar orqa tarafda. Bu yerga faqat shu motorni o'chirib yoqqani bir qo'yib ketiladi. Qulay bo'lishligi uchun. Endi shitni oldi tarafga qo'ysa ham bo'ladi, faqat
ko'p kabel ketadi. Ortiqcha расход. Navislar endi bitadi. Agar shu obyekt o'zingizning hovlingizda bo'lsa, mana shunday devorlar atrofi o'ralgan bo'lsa, chiroyli bo'lib, shitlar ham orqada turgani yaxshi. Hech kim tegmaydigan bo'lsa, bu mana atrofi yopiq joy. Bog'. Oldi tarafga faqat bitta kabel borib o'chirib yoqqan. Asosiy ishlar mana bu yerda bo'lyapti. Mana 3 faza tok. 3 faza tok agar tayyor tursa ishda yurgani shu. Imkon qadar mana shunday agregat yonida bo'lsa 3 faza tok. Shunday qo'ya qolinadi. Ortiqcha kabel ham, ortiqcha pul ham isrof bo'lmaydi. Inshaalloh Xudo xolasa yurg'izamiz. 15 lik agregatimiz bu. O'tgan safar 10 lik agregat kilovatni ko'rsatgandik. 15 likniki mana ko'rib olasizlar. 10 kilovat mana. 10,5. Hurmatli tadbirkorlar, mana agregatimizni yurgizdik. 20 gradusdan tushishni boshladi. Lekin 0 ga tushirmaymiz, vaqtimiz tig'izroq. Xudo xolasa yuk bosishganda yana kelib, xudo xolasa bir proverka qilib ketamiz. Yog'larini, freonlarini ko'rib, o'zimiz yashaydigan joyga yaqinroq bo'lgani uchun ko'ngil xotirjam freonlarini qo'yib ketyapmiz. Tadbirkorimiz o'zlari ham o'z ishda keyinchalik kelishsa, xudo xolasa yana bir profilaktika qilamiz. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar, tadbirkorlar. Shu nomerlarda aloqada bo'lamiz. Ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.